Assalomu alaykum, hurmatli akalar. Bugun biz ko'rsatadigan videomiz shundan iboratki, ikkita oilani shu qog'oz varag'i yo'lmasa gazeta orqali qo'shishga bag'ishlangan. Bunda eski onali oilalar bo'lsa va yangi onali oilalar bo'lsa, ikkalasini qo'shib kuchli oila hosil qilganimizda onalarda axtarayotmasdan o'sha oldin o'sha turgan yashikni ustiga ikkinchi yashikni oilani olib kelib qo'yib bir kun burun ertasiga bular qo'shishda pastdagi oilani ustiga qog'oz varag'ini yo bo'lmasa gazetani to'shab turib ustiga ikkinchi oilani o'rnashtirib qo'yaveramiz etajni. Shunday qilganimizda o'sha qog'oz varag'ini 3 ta 4 ta joyidan ruchka bilan teshib qo'yamiz. Arilar o'sha qog'oz varag'ini kamirib chiqib qo'shilib ketadi va o'zlari ular qaysi ona ma'qul bo'lsa, sifatli bo'lsa o'shani qabul qiladi. Masalan, mana oilani biz 2 kun burun xuddi o'shanday qilib tayyorlaganmiz. Hozir sizlarga ochib ko'rsatamiz. Buni asosan qilishdan maqsad asal sezoniga kuchli oilalar, ya'ni ichida 50 ming, 60 ming ta arisi bor oilalar hosil qilish uchun qilinadi. Shunda yetarli miqdorda yaxshi asal to'planadi. Hozir ko'rsatamiz. Mana bitta oila. Mana bitta oilamiz bu yerda. Uni ustiga ikkinchi oilani qo'yganmiz. Tag'in orasiga qog'oz qo'yganmiz. Endi bunda oilalardagi onarilar izlab topilmaydi. İşte tez bajariladi. Shuning uchun shunday qilinadi. Mana bular qo'shilib ketdi. Bizda tepadagi atvotkамizda mana 4 romka edi. Buni onasini olib maqsadga muvofiq boshqa oilaga berganmiz. Bu oilani qo'shib yuborganmiz. Hozir mana ichini ko'rsalar, qog'oz qo'yganmiz. Hozir ko'rsataman sizlarga. Ikkala qavatni orasiga mana ko'rib turibsizlar o'rtoqlar. Ikkala qavatni orasiga mana bunday gorizontal 2 santimetrli teshigi bor romni qo'yganmiz. Shundan arilar bir-biriga o'tyapti. Va tepadagi oila chetdan qatnagan. Mana ko'rib turibsizlar, bu qog'ozdan qilingan qog'oz materialli varaqni arilar kamirib bir-biriga qo'shilib ketgan. Mana pastki oilani ko'rib turibmiz. Bu oilada ona bor edi. Endi bu oiladagi onani hozir axtarib topib qo'yamiz. Topmasa ham bo'laveradi. Topib ko'rib qo'ygan yaxshi bo'ladi. Do'stlar, onarimiz tepaga chiqib ketgan ekan. Mana ko'rib tursa, katta qilib ko'rsating. Yaxshi yuribdi. Buni mana ko'rdik onarini. Demak, onamizni shunisini arilar yaxshi tanlabdi. Endi yuqori etajdagi romlarni, pastki etajdagi romlarni, yuqori etajdagi romlarni pastki etajga tushirib qo'yamiz. Mana urug'lari
juda yaxshi qo'yyaptiq. Mana mana do'stlar, biz hali asal mavsumigacha ancha vaqt bor. Shu davrgacha biz endi bu kuchli oila, yosh onali kuchli oila hosil qildik. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta romda arilar yaxshi o'tiribdi. Bu asta sekin 1-iyulgacha bunga ustiga bo'sh joylarga rom qo'yaveramiz, mum pardali. Agar nima bo'lib qolsa, uni ustiga magazin romlar qo'yib berib, asal sezoniga 1-iyullarga shu oilamizda ichida 50 mingta arisi bor, ya'ni 5 klassa arisi bor oila holatiga keltiramiz va undan yaxshi asal olamiz degan umiddamiz. Xuddi agarda biz shu 4 tadan romga turaverganda bu arilar asal sezonigacha o'sha darajada kuchli bo'lib yetilib rivojlanib bormasdi. Ulardan yetarlicha asal ololmasdi. Shuning uchun asosan kuchsiz va yosh onali arisi oz arilar oilalarda eski onali oilalarga qo'shib kuchli oilalar hosil qilib asal sezoniga tayyorlanamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.